Elyorjon mana shu xalqaro ilmiy amaliy konferensiya qatnashchilari Turkiyada bevosita o'sha ko'krak nishonlarini olish bilan birgalikda ularning ijodi bosilgan o'sha to'plamga ham sazovor. Shu haqida kiritib bering, marhamat. Albatta biz ijodkorlar ichida mana shu har xil soha vakillarini o'zini ilmiy ishlarini qabulini boshladik va undan saralab olingan offlayn ishtirokchilarimiz 45 nafarini tashkil etdi. 100 dan ortiqcha hujjat topshirilgan. Bu har bir soha vakili o'zini sohasidan kelib chiqib yangilik yaratish maqsadida qilingan ilmiy ishlari badiiy kengashimiz tomonidan muvaffaqiyatli qabul qilinganlarida biz Turkiyada o'sha nufuzli Bejik nashriyoti bilan hamkorlikda o'sha kitobini ta'sis qildikda, o'sha kitobida har bir qardoshimiz, o'zimiz vatandoshlarimizni Turkiyada turk tilida ilmiy maqolalari ommalashtiriladi. Demak, bosma nashr va elektron nashrga ega bo'ladi. Bundan tashqari ko'krak nishonlari ham ta'sis. Esdalik ko'krak nishonlari ham ta'sis qilingan. Bu maqsad rag'batlantirish maqsadida, ya'ni qardosh xalqlarni bir-biriga bo'lgan mehr muhabbatini va bir-biriga bo'lgan do'stlik munosabatlarini yana mustahkamlash uchun bu ozgina bo'lsa ham tuhfamiz bo'ladi. Xudo xolasa kelgusida albatta mustaqil O'zbekistonimizga, ayniqsa yangi O'zbekistonimizga qo'ldan kelganda sidqi dildan ilmiy amaliy qo'limizdan kelgancha yondashamiz, xudo xolasa. Katta rahmat, salomat bo'lingizlar. Rahmat.